Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ahli barchangizga xayrli kun. Sog'misizlar, omonmisizlar, salomatmisizlar, tanijoningiz sog'mi, omonmi? Musofirda yurgan akalarim, ukalarim, opalarim, singillarim, dugonalarim, tengdoshlarim, sizlarga ham assalomu alaykum. Hamisha Allohimni panohida bo'linglar. Mana bir necha kundan beri dam oldim va damlarni mazza qilib olib, mana yana efir yuziga qaytdim, hurmatli obunachilarim, hurmatli yaqinlarim. Bu dam olishim bejizga emas. Dam olib uyda dam olganim yo'q. To shu hayit kunidan boshlab shu hozirgi kungacha mana tadbirlar bo'ldi va bu narsani Telegram kanalimda yoritib bordim. Juda ham chiroyli tadbirlar bo'ldi. Asaka tumanida ham juda ham chiroyli tadbirlar bo'ldi va Andijon shaharida ham juda ham chiroyli tadbirlar bo'ldi va bu tadbirlardan men ham bebahra qolganim yo'q va meni hurmat, e'zoz, e'tirof bilan chaqirishdi, taklif qilishdi va alhamdulillah borib shu tadbirlarda qatnashib juda ham haligi qisqa qilib videolarini qo'yib qo'ydim, hurmatli YouTube ahli. Shu ayrim bir haligi bayrog'ini anaqasi yo'q, tayini yo'q, bayrog'ini ko'tara olmagan, uyini o'zini tayini yo'q insonlar, hali bomjara bo'lmish deganlari unaqa jicha menga ta'sir qilibdimi? Jicha ta'sirchan ayolmanda o'zi, jicha gap ta'sir qilib ketadi va bir pasda tuta qilib ketaman. Lekin qaytaga o'rni yo'qlarni gaplarini inobatga olmagan holda men ham shu tutavormadim, lekin sal haligi shu billa qo'shilishib meni yomonlagan insonlarni aynan shu meni yaxshi joylarda o'tirganlarimni shu nimalariga, lichkalariga tashab qo'ydim. Xudoga shukr. Endi gapni indallosiga o'tsak, bitta inson, bitta obunachim menga nima tashab qo'yibdi, she'r tashab qo'yibdi va shu she'rni ifodali o'qib berishga harakat qilaman. Avtori men emasman, avtori shu bir akamiz jo'natganlar ekan. Menga ham yoqdi. Shu ayrim insonlar eshitib o'ziga jicha bo'lsa ham agar olsa ibrat bo'ladimi? Balkim ibrat bo'lsa nur ustiga a'lo nur bo'ladi degan umiddaman va ifodali qilib shu she'rni o'qib berishga harakat qilaman. Bir ulamo bo'larmish. Uni hamma bilarmish. Alloh xudo derkanu tinmay g'iybat qilarmish. Erta azonda turib, yuz ko'zin obdan yuvib, o'zi ibodatda-yu xayol g'iybat bo'larmish. Ergashib minglab omi, tortarmish kibr domi, barchani deb haromi, doim tuhmat qilarmish. Nomi emish ulamo. Bermasmish ilm ammo erta-yu kech yo xudo tinmay g'iybat qilarmish. Lo'q qilib ko'zlarini, so'zlagan so'zlarini, sindirib yuzlarini qo'rqmay yolg'on qilarmish. Qo'rqmay deb Allohdan, hazar qilmay gunohdan, bexabardek do'zaxdan qo'rqmay bo'xton qilarmish. O'ylarkan o'zin olim, asli joniga zolim, kelmasmi unga o'lim? Umri g'iybat bo'larmish. Unga ham bordir xudo. Jonidan bo'lib judo, o'lsa agar mabodo, g'iybatdan tiyilarmish. Bilmay ro'za oyini, chapla balchiq loyini, farqlamasdan joyini faqat g'iybat qilarmish. Gar bo'lsa shu ulamo asrasin yo xudo. Ergashmam unga illo do'zaxga kelarmish. Bir ulamo bo'larmish. Chaynarmish ayollarni, bir ojiza jonlarni, ayol yonini olgan unga dayus bo'larmish. Mayli hozircha kulsin, g'iybatin g'aram qilsin, g'iybatdan to'xtamasa Alloh kifoya qilsin. Xatosi bo'lsa, agar sal berilib ketgan bo'lsam, obunachilarim, yaqinlarim, sizlardan ming bor uzr so'rayman. Lekin men borini o'qib berishga harakat qildim, hurmatli guruh ahli,
hurmatli YouTube ahli bilaman, meni kuzatib borasizlar va albatta bittadan yoqqan bo'lsa like bosib, o'z fikringlarni qoldirib qo'yasizlar. Endi gapni indallosiga o'tadigan bo'lsak, Asaka tumanida bir maktab bor ekan va u maktabga kamera o'rnatamiz deb direktor o'z taklifi bilan chiqsa, ayrim o'qituvchilarga yoqmayotgan emish. Ota-onalarga emas, vaholanki o'qituvchilarga yoqmayotgan emish. Nima emish? Yo'q, agar kamera qo'yadigan bo'lsangiz, biz ishni отказ qilamiz. Ya'ni biz ishdan bosh tortamiz va o'z xohishimiz bilan arizamizni yozamiz. Ha, hurmatli ayrim o'qituvchilar, nimadan qo'rqyapsizlar? Nimadan qo'rqyapsizlar? O'zingizlarda haligi ayrimlari deb gapiryapman. Ayrim o'qituvchilar so'kishlardan qo'rqyapsizlarmi? O'qitishlardan qo'rqyapsizlarmi? O'qitmasligilardan qo'rqyapsizlarmi? Yoki oldingidaqa tizim bo'lsa-yu, sizlar uchun kameralar bo'lmasa, ya'ni ayollarga ko'proq bu narsa, bu gapim ayollariga tegishli-da, hurmatli ayol o'qituvchilarimiz, nima yoqmayapti sizlarga? Kamera qo'ysa sizlar haligi bekitib olib kelayotgan sumkalarda oldinlari olib kelardinglar ekan, men eshitishimcha, shu murojaat qilgan inson aytdi, eshitishimcha sumkalarda ayollarning nijniy bilyolarini olib kelib sotardinglar ekan. Qayerda? Maktablarda. To'g'rimi? Agar meni maktabim bo'lsa, men shaxsan o'zim qizim o'qirdi. Men hozir o'zimning maktabim haqida ketmayapti gap. Boshqa maktab haqida ketyapti-da. Shaxsan o'zim chiqqan bo'lardim, shu iltimosnoma qilib Andijon viloyat hokimligiga hamda Andijon viloyat Shukurovga, ya'ni ta'lim boshlig'iga chiqqan bo'lardim, o'zim iltimos bilan albatta qo'yinglar degan bo'lardim. Yo'q, bizning maktabimizda bunaqa muammo yo'q, lekin boshqa maktabda shunaqa muammo bo'layotgan va bizning Asaka tumanimizda ta'lim bo'lim boshlig'i Nishonovga qarata juda ham alinaqalar bo'layotgan, norozichiliklar bo'layotgan deb eshitdim. Lekin nima uchun norozichiliklar bo'layapti? Sizlarda haligi nimalarni ochib qo'yishdan qo'rqyapsizlarmi? Sirlar ochilib qolishidan qo'rqyapsizlarmi? Sirlar itak ochilib bo'lgan, menga juda ham ko'p narsalarga bo'lgan, lekin men bu narsani ommaga yoritmayman. Birinchidan ayolligim uchun, ayol kishini tushunganim uchun yoritmayman. Ikkinchidan sizlar haligi direktor sizlarning boshlig'inglar hisoblanadi. Boshiga chiqib olyapsizlar ekan, eshitishimcha. Hurmatli o'qituvchi ayollarimiz va to'g'ri, hali ayollarga jicha ergashib qo'ygan erkak o'qituvchilarimiz ham, iltimos sizlardan sal nima qilib olinglar. Nabarot sizlarga yaxshi emasmi? Mana hozir bo'lib ham internetlar rivojlanib ketgan paytda, masalan, bo'lib ham haligi balog'at yoshiga yetib katta sinfdagilar mana 8, 9, 10, 11 ko'p narsalar yetib kelyapti menga. Sizlarda asha maktablardan nima uchun direktor jonini jabborga borib berib tezroq shu kameralarni har bir xonalarga, sinf xonalariga joylashtirib olsak-ku, shu biz ham shu janjaldan nimadan forig' bo'lib o'zimiz oqlab olardik. O'qituvchilar desa, "Yo'q, voydod qilyapsan." Nima uchun? Nimalardan qo'rqyapsizlar? Nimalar ochilib qolasizlar? Nabarot sizlarga ham yaxshi emasmi? Mana biz ota-onalarga ham yaxshi, sizlarga ham yaxshi bo'ladi-ku. Masalan, o'qituvchi so'kkan bo'lsa, o'qituvchi o'zi uchun javob beradi. O'quvchiga ham albatta nimalar bor, bilasizlar, juda yaxshi bilasizlar. Ota-onasiga jazo muqarrarligini o'zingizlar juda yaxshi bilasizlar. Har bitta nimani. Shuning uchun hurmatli o'qituvchilar, hurmatli Asaka tumanidagi bir maktabda o'qituvchi ayollar va yonidagi bir ikkita shu o'qituvchilarning gapiga kirayotgan, o'qituvchi ayollarning gapiga kirayotgan bir ikkita o'qituvchi erkaklar. Menga juda ham ko'p ma'lumotlar yetib keldi va o'zinglar o'zaro bunday yig'ilish qilib, "Yo'q, qo'ymaymiz, boshqa sizlarga qanaqa direktor kerak? Qanaqa direktor kerak? Voyaga yetmaganlarda haligi nimalarga tiqib qo'yadigan direktor kerakmi? Yo o'zbekchalik qilib kechirib qo'yasizlar, nijniy bilyon, ya'ni ichki kiyimlar sotib, o'sha yerda yursanglar yoki bo'lmasam bufetga qo'yib qo'ysanglar, hali energetika, haligi naqalar sotadiganlarga ruxsat beradigan direktor kerakmi? Kechirib qo'yasizlar, u yer maktab. U yerda farzandlarimiz ta'lim olyapti. Men
shu bir ikkita opalarim, bir ikkita insonlar iltimos qilgani uchun men yoritib chiqmayapman va albatta ism familiyalarni aytmayapman. Keyingi safar va'da beraman. Keyingi safar va'da beraman, albatta isminglarni olib chiqaman. Nima uchun? Kamera bo'lgani yaxshi emasmi? Kim aybdorligini bunday isbot qilgani, ha? Sizlar hali ursanglar bo'laveradi-yu, hurmatli o'qituvchilar, so'ksanglar bo'ladi-yu, bu yerda haligi o'quvchilar kalta yeb kechirib qo'yasiz. Oldingi tizim emas. Hozir juda ham yosh farzandlarimizga, yoshlarga e'tibor hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan juda ham yoshlarga ta'lim bo'yicha o'zgacha shart-sharoitlar, tizimlar juda ham o'zgargan. Yo'q, qo'ydirmaymiz. Agar qo'yadigan bo'lsa, biz ishdan bosh tortamiz. Marhamat. Bo'lib ham yoshi katta ko'pchilik aytyapsizlar ekan, bo'shatib qo'yinglar. Qancha yoshlar bor, ishlaymiz deyotganlar. Shijoat bilan ishlaymiz, o'z ishimizga fidoyimiz deganlar bor. Sizlarda eski tizimlar o'tib ketdi, palon davrlarda. 88-yillari, shaxsan meni o'qitishmagan. Shaxsan meni sig'dirishmagan. Shaxsan men 88-yili esimda. Yo 28 yo 29-dekabr kunlari qon-qora qaqshab, nima uchun? Oddiy bitta ko'ylagim bo'lmagani sababli meni koridorga chiqarib qo'yishgan zaldan. Vaholanki men Qorboboni qo'lidan bir umr armondaman men. Bir umr ola olmaganman. Bir umr armondaman men. Hozirgacha mana 46 ga qarab ketyapman. Men uchun armonda qolgan. Nima uchun? Oyog'imda yirtiq sapog bilan ustimda formada kelganligim sababli. Ko'ylak ota-onam olib bermaganligi sababli Nilu sen chiqib turaver deb meni zalga chiqarib qo'yishgan. Shu paytlarda men chiqib ketganman, yig'lab o'tirganman. Mashinada yig'lab 8 yosh murg'ak qalbim bilan chiqib koridorda o'tirganman men. Qorbobo deb zalda sinfdoshlarim chaqiryapti. Men tashqarida yig'lab o'tirib, ichkarida chaqiryapti. Qorbobo doqillatib, ayol kishi edi Qorbobo ham. Balki meni ko'rar, u Qorbobo ayol juda esimda. Balki meni ko'rasiz. Buni Patto akani qizi, nimaga yig'layapsiz qizim? Turing o'rningizdan deganda, men sizdan padarka so'ramasdim. Men ham shu o'rtoqlarim qatori, safdoshlarim, sinfdoshlarim qatori Qorbobo deb kutib olish niyatim bor edi. Ming afsus nadomatlar bo'lsinki, lekin men unaqa qilmagansizlar. Mayli, alhamdulillah, Robbimga hamd va sanolar bo'lsin. Mana 88-yildan bir necha yillar o'tsa-da, to'g'ri ichimdagi zirapcha baribir menimcha bu zirapcha o'zim bilan bu zirapchani qabrimga olib ketishi mumkin, lekin meni kelajakda shu Allohim menga 18 yil deganda o'g'il emas, qiz farzand berdi. Bo'lganda ham 4 muchchasini sog' berdi. Berganda ham juda ham chaqqon, aqlan, zo'r berdi. Shu har bitta nimalarini mana yoritib boraman, she'rlarini, har bitta chiqishlarini, har bir tadbirlarga olib boraman va qizim biyronligi uchun hammasi yaxshi ko'radi. O'zimni bolam, o'zim tuqqan bolam, boqib olgan bolam emas. O'ppazimni bolam. To'g'ri, bir ikkitasi xafa qildi. Voy qora qiz. Qora qiz bo'lsa ham meni qizim. O'zimni qizim. Hozir mavzu aylanib ketdi, to'g'ri. Hurmatli YouTube ahli, bilasizlar, jicha asabiyman. Jicha hayotdan juda ham zadaman. Hayotdan nima uchun? Shu yoshligimga menga tekkan zarbalarni miyamda qolgan.